qurilish moddalarning va elementlarning birlashib bir narsani shakllantirishidir. Qanchalagan moddalar va elementlar to'planib bir narsani shakllantiradi yoki hosil qiladi. Bular birikma yoki tarkib deyiladi. Qurish va qurilishdagi tamponliq Allohning borligini isbotlaydi. Masalan, turli moddalar bilan to'lgan yuzlarcha probirkalar bo'lgan bir dorixonani faraz qilaylik. Bizden bu probirkalardagi moddalarni qo'llanib bir dori yasash talab qilinsa, qanday qilamiz? Biz dorixonaga kirib ko'rdikki, u dorilarning yuzlarcha turlari tayyorlanib, bir yerga qo'yilibdi. Biz o dorilarni tadqiq qilib ko'rsak, bu dorilar probirkalar ichidagi moddalarning ba'zisidan 1 milligram, ba'zisidan 3-4 milligram, yana ba'zisidan 5-6 milligram degandek turli o'lchamlar bilan har qaysisidan o'xshamagan miqdorda elinib tayyorlanibdi. Agar bu moddalarning miqdorida egiz-pastlik bo'lsa, bu dori manfaat qilish tugul zaharga aylanadi ekan. Ajiba bu probirkalardan ilingan xilma-xil moddalarning probirkalarning tasodifiy shamol yoki ajoyib bir kuchning ta'siri bilan o'rilib, har biridan plan qilingan doriga muvofiq miqdorda eqib chiqib, boshqalar bilan bir yerga kelib to'plashib shundoq bir dorini hosil qila olishi mumkinmi? Acaba bütün dünya birleşip şundaq bir doğrunun özlükidin şekillengenligiga bizni qoyil qila oladimi? Yani kelib bu doğrularning necha ming xil turlarining hammasini tasodifiylikning asiri desa, buningdanmi bakrak bema'nilik, buningdanmi bakrak xurofiylik bo'lmas. Xuddi shuningdek har bir mavjudlik murakkab birikmalardan hosil bo'lgan doriga o'xshaydiki, ularning har biri nihoyatda inchki o'lchamlar bilan ilingan modda va elementlardan tuzilgandir. Qani insonga nazar silib boqayli. Vücudumuzda 60 ga yaqin element bor bo'lib, bu elementlarning hammasi o'lchamlik holda badanimizda o'rin olgan. Badanimizda belgilik miqdorda to'mir, magni, xromga o'xshash elementlar bor bo'lib, bularning oz yoki ko'p bo'lishi har xil kasallarga sabab bo'ladi. Masalan, mis elementi qon yasash xususiyatiga ega. Agar u kam bo'lsa, nerva funksiyasida qalaymiqonlashish kelib chiqadi. Mangan miyaning funksiyasiga turtki bo'ladi. Agar u kam bo'lsa, insonning ish harakatida normalsizlashish ko'riladi. Kadmiy bo'lsa, qon besimini tengshab, muvozanatni saqlaydi. U ortiq yoki kam bo'lsa, qon besimi benormallik kelib chiqadi. Badanimizning har qanday bir yerda elementlarning yig'ilib qilish ahvoli ko'rilsa, hormonlarning tangpongsizlashishi kelib chiqadi.
insonning vujudida shundoq murakkab tamponliqlar bo'lganidek, har qanday hayotlik birikmalari, jumladan hayvonlar va o'simliklarning vujudimi o'ziga xos tamponliqqa muhtoj. Endi biz tamponliq haqida texnik ko'p bilishga qiziqadiganlarni, shuningga munosabatlik materiallardan izlanishga havola qilib, shundoq bir savolni so'rab boqaylik. Acaba odatdagi bir dori o'zligidan shakllanib qolmaydi ekan-ku? Shunchalar inchkilik bilan tamponlashtirilgan inson badani va boshqa mavjudotlarning o'zicha paydo bo'lib qolishi mumkinmi? Acaba butun dunyo birlashib, aspirindan iborat bir dorining aynak proberkidagi moddalarning tasaddubiy holda to'kilishi natijasida hosil bo'lganiga hech kimni qoyil qilolmaydi-yu, yasalishi dorilardan sonsiz as qiyin va murakkab bo'lgan insondek bir jonliqni o'zligidan paydo bo'lib qolgan desa, kimmi qoyil bo'lsin? Acaba mushundoq botil fikrga ishongan kishi aqlliq deyiladigandir. Aqlliq deyilish u yoqda tursin, uni inson deb atashqimi bo'lamdigandir. Yana kelib, vujudimiz bir doriga o'xshash bir qitim yasilib qo'yib qo'yiladigan narsa bo'lmasdan, balki doim yangilanib turadigan bir birikmadir. Bir yil ichida uchaylarimizda o'lib turadigan hujayralarning umumiy og'irligi 90 kilogramm. Terilarimizdagi o'lib turadigan hujayralarning og'irligi 45 kilogrammdir. Badanimizda har kuni 200 milliard dona qizil qon hujayrasi o'ladi va sekundiga 10 ming dona qizil qon hujayrasi yoritiladi. Xulosalab aytganda badanimiz har 6 oyda bir qatam tamoman yangilanib turadigan hayron qolarlik bir birikmadir. Bundaq bir birikmaning tasaddubi paydo bo'lib qilishi qandoqmi mumkin bo'lsin? Hozir yer yuzida bir-biridan farqli 7 milliardcha inson borligi taxmin qilinmoqda. Ularning hammasining tasaddubi paydo bo'lib qilishi qandoqmi mumkin bo'lsin?